Assalomu alaykum. Dorshunos o'z kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, loyihamiz yanada rivojlanishi uchun bizga obuna bo'lishni hamda bir dona like tugmachasini bosishni unutmang. Bugun biz sizlarga Kalgel dori vositasi haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin quyidagi eslatmaga e'tibor qaratishingizni so'rab qolardik. Keling, endi ushbu dori vositasining tarkibi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu dori vositamizning tarkibida lidokain hamda setilpiridin xloridi bo'ladi. Ushbu dori vositamiz klinik farmakologik guruh jihatdan stomatologiyada qo'llaniladigan lokal anestetik hamda mikroblarga qarshi dori preparati hisoblanadi. Keling, endi ushbu dori vositasining ishlatilishi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu dori vositamiz og'iz bo'shlig'i a'zolarini yuvish uchun ishlatiladigan antiseptik vosita hisoblanadi. Uning bu ta'siri tarkibiga kiruvchi lidokain hamda setilpiridin xloridlarining xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Keling, endi ushbu dori vositasining qo'llash usuli hamda dozalar bilan tanishib chiqamiz. Ushbu dori vositamiz 3 oylikdan katta bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, kam miqdordagi gelni toza barmoq ustiga surtiladi va bolaning milkining yallig'langan joyiga muloyimlik bilan surtiladi. Agar kerak bo'lib qolsa, 20 daqiqalik interval, ya'ni oraliq vaqt bilan qayta qo'llash mumkin, lekin o'shanda ham 6 martadan ortiq qo'llab bo'lmaydi. Endi esa ushbu dori vositasining nojo'ya ta'sirlari bilan tanishib chiqamiz. 12 yoshdan oshgan bolalar hamda kattalar uchun qo'llanganda lidokainga nisbatan yuqori sezuvchanlik holatlari aniqlangan. Bunda quyidagi belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Nafas olishda qiyinchiliklar, shish hamda toshmalar yuzaga kelish holatlari. Bundan tashqari tarkibga kiruvchi moychechakning allergik reaksiya holatlari ham uchrab turadi. Bular ham xuddi shunday. Endi ushbu dori vositasiga qarshi ko'rsatmalarni ko'rib chiqamiz. Preparatning har qanday tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchanlik, kam uchraydigan fruktoza intolerantlikka, 3 oylikgacha bo'lgan bolalarga, homiladorlik hamda laktatsiya davrida, avtotransport vositasida harakatlanayotgan vaqtda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari ushbu dori vositasini jigar hamda buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga ham tavsiya etilmaydi. Vaholanki ushbu dori vositasida bunday kasalliklar bor bemorlarga nisbatan ta'siri o'rganilmagan bo'lsa ham